Ushbu videoda sizlar bilan Microsoft Word matn muharririga ChatGPT'ni o'rnatib, undan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Microsoft akkauntimizga kirgan bo'lishimiz kerak. Mana men ham akkauntga kirganman, ko'rib turibsiz. Главный menyusining eng oxirgi tarafda Настройки degan menyu bor. Mana ChatGPT'ni o'rnatib qo'yganman men. Endi hozir sizlarga ko'rsatish uchun buni o'chirib tashlayman. O'ng tugmani bosamiz, удалить настройку. OK tugmasini bosaman. O'chib ketdi. Настройкani bosadigan bo'lsam, menda настройкаlarni mana ro'yxati chiqadi. Eng tepasida ChatGPT turibdi. Shuni o'rnatib ko'rsataman. Buning uchun demak, o'ng tarafda добавить tugmasi bor. Shuni bosaman. Ozgina o'tlanib, mana o'rnatib qo'ydim. Mana bu ChatGPT oynasi. Hozir buni o'chirib, qaytadan ishlatib ko'raman. O'chiraman. Ishga tushirish uchun ChatGPT tugmasini bosaman, oyna ochiladi. Mana bu oynaga so'rovni yozishim kerak. Masalan, menga sun'iy intellekt mavzusida 5 ta test kerak. Ushbu so'rovni beraman. Sun'iy intellekt mavzusida 5 ta test o'zi ber. Har bitta testda 4 tadan ochiq javobi bor bo'lsin. Sizlarga yana bir eslatma. Bu ChatGPT'dan 100 ta so'rovni tekinga ishlatsangiz bo'ladi. Undan keyingisiga pul to'lashingiz kerak bo'ladi. Menimcha 100 ta so'rov ham ancha-muncha ishni bajarib olishga yetadi. So'rovni yozib bo'lgandan keyin Go tugmasini bosamiz, ozgina o'ylanib, bizga natijani chiqarib beradi. Mana bizning so'rovimiz natijasi. Biz so'ragandek 5 ta test, har bitta testda 4 tadan ochiq javoblari bor. Ushbu ma'lumot sizga foydasi tekkan bo'lsa xursandmiz. Podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling.